Allo, assalomu alaykum. Alaykum. Sharofat opa, salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Allo. Sharofat opa, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Ayni daqiqalarda men sizga Dil izhorlari radio kanalidan qo'ng'iroq qilyapman. O'zimni tanishtirsam, Maftuna Nuraliyevna ushbu loyiha boshlovchisi bilan muloqotdasiz. Opajon, tavallud ayyomlaringiz, qarshi olgan 40 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lishligini, bunaqa yoshlarni ko'p-ko'pini ko'rib, el ichida yaqinlar orasida hurmatda, ardoqda bo'lgan insonlar qatorida bo'lib yurishligingiz tilakdoshiman. Rahmat. Loyihamizga yaqinlaringizdan birlari siz uchun juda ham chiroyli bo'lgan nomalarni yo'llashibdilar. Taxmin qilib ko'rasizmi, kim tabriklayotgan bo'lishligi mumkin biz orqali sizni? Kimdan kutasiz ushbu tabriknomani? Yaxshi eshitmay qoldim. Yaqinlaringizdan birlari sizga tabrik yo'llagan ekanlar. Kim bo'lishligi mumkin? Yaqinlarimdan opa-singillarim. Albatta. Qay birlardan ko'proq kutasiz? Ular emas, yana kim bo'lishligi mumkin? Mashalloh, qalbingiz adashmadi. Ota-onangiz, farzandlaringiz Behruz, Akbar, Dilfuza, Shohista, O'g'iloy, Mavjuda, opa-singillaringiz, Izzatilla, Hikmatilla, ukalaringiz, Maftuna, Durdona, kelinlaringiz, Dildora, Marjona, Salohiddin, Shoira, Jasmina, Bunyod, Mansur, Farangiz, Azizbek, Malika, Komiljon, barchalar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi singiljoningiz O'g'ilay opamiz tabriklayaptilar sizni. Rahmat. Ularni baxtiga doimo salomat bo'ling. Agar bezovta qilib qo'ymasam, sizga atalgan chiroyli nomalar bor ekan, yetkazib qo'yinglar deyishibdi. Maylimi o'qib eshittirsam? Rahmat, mayli. Tashakkur. Unda marhamat, diqqat qiling. Hayot go'zal. Hayot hadya etgan insonlar esa undan-da ajoyib. Ular orasida yaxshi insonlar ko'p. Bugun ana shunday yaxshilardan-da yaxshi deya baralla ayta oladigan, men uchun qadrli, hammamizga birdek suyukli, mehr oqibatda beqiyos bo'lgan opajonimni tavallud topgan kunlari. Opajon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Yaratganim umringizga, rizqingizga baraka berishligini tilayman. Bugun umr daftaringizni yana bir sahifasini ochar ekansiz. Uni go'zal amallar, yorqin umidlar, ko'ngildagi ezgu tilaklarni ijobati ila to'ldirishlikni Yaratganning o'zi nasib aylasin. Umringiz uzoq, tanu joningiz sog' bo'lsin. Har doim Alloh muhabbatiga, yaqinlar mehriga payvand bo'ling. Shunaqangi baxtli insonlarning biri bo'lingki, baxtdan zerikib, qochib omadga qoqiling. Quvonchga tayanib turganingizda shodlik so'qmoqlarida yuring. Charchaganda mehr chashmasida suv ichib, hayot yo'lida xushnuqlik ila davom eting. Baxt, omad sizni aslo hech qachon tark etmasin. Opajon, hayot sizga o'zizdek muloyim, o'zizdek mehribon, o'zingizdek pok bo'lsin. Hammamiz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ayniqsa men uchun o'rningiz va mehringiz beqiyosdir. Hayotda har qanday holatda, har qanday vaziyatda doimo ishoniladigan, suyaniladigan bizdek jigarlaringiz borligini aslo hech qachon unutmang. Barchamiz birgalashib Robbimning go'zal baytlarida mehmon bo'lishlikni Allohim xayrlisiga nasib etsin. Yaxshi kunlaringizda yoningizda bo'lishlik, xizmatlarda turishlik bizlarga ham nasib qilsin. Men uchun onamdek go'zal chiroylik, bir yelkamda turar baxt qushimsiz opa. Alloh menga bergan eng katta boylik, dunyoda eng yaqin do'stimsiz opa. Men yo'qlab boruvchi siz aziz inson. Eng yaqin sirdoshim rostimsiz opa. Meni yo'qlab keluvchi dardimga darmon, dunyoda eng yaqin do'stimsiz opa. Mudom aytar so'zingiz terilar shoda. Mehringiz har jumlada bo'lar ifoda. Men uchun sizdek yo'q, sizdek ziyoda,
dunyoda eng yaqin do'stimsiz opa. G'amlar kelsa sheriksiz soya misoli. Yonimda dalda sizsiz ona timsoli. O'zingiz erursiz unda hayo ziloli. Dunyoda eng yaqin do'stimsiz opa deya o'zlarini chiroyli nomalarga yakun yasabdilar. Marhamat, sizning ham aytmoqchi tilaklaringiz bo'lsa, yo'llab qo'yish imkoniyati bor sizda. Rahmat, hammasiga ham rahmat. Sizlarga omad. Jigarlarim hammasiga rahmat. Doim jonlarimiz sog' bo'lsin. Men ham ularni yaxshi ko'raman. Har doim bir-birimizni mana shunaqa yaxshi kunlarimizda doim yonimizda bir-birimizni yonimizda bo'lib turaylik. Minnatdorman hammasidan. Hammasini yaxshi ko'raman. Singlim o'g'liga ham rahmat shunaqa menga bildirganiga. O'ziga ham mana shu yaxshi tilaylar hayotida doim hamroh bo'lsin. Boshqa yana nima ham deyman, hamma dunyodagi hamma yaxshi tilaylar jigarlarimga, yaqinlarimga, hammaga bo'lishini xohlayman, tilab qolaman. Sizga omad. Tashakkur. Bilasizmi, siz dunyodagi eng baxtli opalarning biri ekansiz. Nega desangiz, sizni shunaqa qadrlab, yaxshi ko'ruvchi mehribonlaringiz bor ekanlar. Aytingchi, ularni kutilmagan sovg'alardan qanchalik quvondingiz? Xursandmisiz? Juda ham xursandman. Kutilmagan sovg'a. Kutmagandim. O'zi ertalabda shunaqa voqealar bo'ldi. Ukam kelib tabrikladi, ishxonamga kelib. Judayam boshqacha tug'ilgan kun bo'ldi. Mana shu tug'ilgan kunim o'zim ham shunaqa hayolimdan o'tkazib bilgandim, bu tug'ilgan kunim boshqacha. Men faqat qarindoshlarim, yaqinlarim, boshqa atrofimdagilardan ham boshqacha tilaylar, boshqacha tabriklar oldim. Shuning uchun bu tug'ilgan kunim judayam boshqacha bo'ldi men uchun. Xursandman, bular hozirgi kunimda ham tabriklaridan juda xursand bo'ldim. Rahmat hammasiga. Hammasini joni sog' bo'lsin. Ota-onamni avvalambor umri uzoq bo'lsin. Bizlarni shunaqa mehrli, oqibatli qilib tarbiyalaganiga ming shukr. Rahmat deyman. Tashakkur. Doimo mana shunday oqibatli bo'lib yuringizlar. Rahmat, shunday bo'lsin. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga omad. Hamma mana shunaqa qilib, yaxshi kunlarida doim xursand qilib yuring. Sizlar juda katta savobli ishlarga qo'l urgansiz. Xursandman. Chunki ham bitta insonni qalbidagi so'zlarini birovga yetkazishi o'zi bir katta matonat. Sizlar bilasizlar, bor shunaqa qilib yetkazsangiz, shunaqa yetkazasiz, qalblarga kirib boradi. Shu odamni hayajon, kuchli hayajon o'sha nimalarga soladi. Shuning uchun sizga ham rahmat. Bunaqa matonat, bunaqa qobiliyatni hammaga ham doim beravermaydi-da. Rahmat kattakon. Sharofat opa, samimiy tilaklar uchun minnatdorman. Chiroyli, go'zal tilaklaringiz ilohim o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Adashmasam, ko'zlaringizda quvonch ko'z yoshlarida qalqib ketdi, to'g'rimi? Albatta shunaqa. Agar yig'lasangiz, faqat va faqat mana shunday xursandchilikdan, yaqinlar mehri yordog'idan sevinib yig'lang deyman. Shunday bo'lsa ilohim. Faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Ilohim shunday bo'lsin. Jamoamiz, loyihamiz a'zolari sizni bugungi kun munosabati bilan yana bir bora tabriklab qolamiz. Rahmat, kattakon. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling. Bahoriy kayfiyat sizni aslo hech qachon tark etmasin. Go'zal kunlaringizda, go'zal ayyomlaringizda yana go'zal xotiralar bilan g'oyibona bo'lsa-da diydorlashguncha Allohga omonatsiz. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Salomat bo'ling. Rahmat, kattakon, charchamay sog' bo'ling.